Assalomu alaykum. Beruniy beton quyish xizmati obunachilari. Yana bir ishimizni bitirdik. Kiribda bu yerda stoyash qo'ydik. Trotuar tushirib o'tirgan trotuarning yog'asini 60 santim yenini quyib chiqqan. Ana yog'ana tosh bosilgan, mana ko'rsatib beraman. Bu yerdan boshlanadi. Bu yerda quygan stoyashimiz videoga tushirib berib aytdim. 450 kvadrat stoyashka bo'ldi. 80 metr bor diyor. 80 metr emas, 38 metr bor diyor bo'ldi. Balandligi 80 santim bo'ldi. Burga ketgan xarajat 4 kamas shibentosh ketdi. 6 kamas chaga ketdi. 6 kamas ketganining sababi tiyini tegizligida shu 6 kamas chagadan ishlatdi. 3 kamazdagi tiyin tegizligiga ketdi. Balki ondan ham ko'proq chiqar. Sementi 300 xalta sement ketdi. 3 xalta kamiz. 297 xalta ketdi. Setki tashalmadi. Stoyashkaga setki tashatmadi. Lekin klyonka tashadik. Klyonka обязательно tashalish kerak. Klyonka tashalmasa bo'lmaydi. Mana 38 metr bor diyor deganimiz, mana bu yoqda qora bitina borgan yeri. Mana bor diyorimiz. Bu yerdan ham rampa bo'lib qora bitina o'tgan. Yana 230. Shunday deb, mana hozir mana oxirlashib tushib boraman. Shu yoqdan bu yoqqa qarab tushiraman. Mana akşam quygan yerimiz bu. Shu yerdan boshlab quydik. Asfaltga chiqib ketgan joy. Mana bu yoqlarni bordiyor tosh bosilgan. Bordiyor quymoqda. Chiroyli bo'lib. Yerdan kengaytirib verdik. Shunday akşam quygan yerimiz bu. Mana bu yerdan rampa mana asfaltga yo'lga chiqib ketdi. Bugün azanda mana ko'pirni klyonka bilan bosib qo'yganimiz sabab klyonka bilan bosib qo'ysak ketuvga tayinmiz. Karmiximiz. Instrumentlarimiz mana polatlı vertolyotlar. Bundan keyingi ishimizga ketaveramiz.